Choliq qushi serialidagi Feride ismli qiz esingizdami? 1986-yilda televizor ekranlarida namoyish etilgan ushbu serial avval Turkiyada, keyin esa butun dunyo bo'yicha mashhurlikka erishadi. Oradan shuncha vaqt o'tishiga qaramasdan, hozir ham butun dunyo bo'ylab, shuningdek bizning mamlakatimizda ham millionlab odamlar ushbu serialni sevib tomosha qilishadi. Ammo serialdan tashqari aktrisaning hayoti ancha murakkab va dramatik kechgan. Feride rolini aktrisa Aydan Shener o'ynagan. U 1963-yil 1-mart kuni Turkiyaning Kilis shahrida tug'ilgan. Hozir u 62 yoshda, ammo aktrisa hayotda anchagina yosh ko'rinadi. Aydan Shener 1981-yilda Miss Turkiya tanlovi g'olib bo'ladi va mamlakat sharafini Miss World sahnasida himoya qiladi. Bu voqea unga shon-shuhrat eshiklarini ochadi va unga go'zallik timsoli sifatida qarashni boshlashadi. Choliq qushi serialidagi Feride roli aktrisani milliy afsonaga aylantirdi. 1983-yil atigi 20 yoshda Aydan Shener futbolchi Ayxan Akbinga turmushga chiqadi. Aydan Shenerning turmush o'rtog'i undan 8 yosh katta edi va ularning dunyoqarashi har xil edi. Aydanning turmush o'rtog'i uni uy bekasi bo'lishni istardi, ammo Aydanning o'zi ijod qilishni xohlardi. Aktrisaning turmush o'rtog'i uni borgan sari rashk qilardi va nazoratni kuchaytirib borardi. Vaqt o'tishi bilan aktrisa bilan turmush o'rtog'ining munosabati yaxshilanishi o'rniga vaziyat taranglashib borardi. 1988-yilda suratga olish jarayonida Aydan Shener yiqilib tushadi va hushdan ketadi. U 3 oylik homilador edi. Ko'pchilik uni o'z bolasini yo'qotdi deb o'ylaydi, ammo taqdirning rejalari boshqacha edi. Aktrisa o'sha yilning o'zida o'z qizini dunyoga keltiradi va unga Eje deb nom beradi. Hozir uning qizi 37 yoshda. 1991-yilda aktrisaning qizi 3 yoshga to'lganda Aydan Shener turmush o'rtog'i bilan ajrashdi. U yolg'iz ona bo'ldi va boshqa hech qachon turmush qurmadi. Aydan Shener tashqi ko'rinishiga alohida e'tibor beradi. U kosmetologik muolajalardan tashqari sog'lom turmush hayotini olib boradi. U baliq va sabzavotlarga boy taomlarni iste'mol qilishni yaxshi ko'radi. Shakar va shakarli mahsulotlarni esa yoqtirmaydi. U ko'p vaqt davomida piyoda sayr qiladi va tabiiy ter niqoblaridan foydalanadi. Aydan Shener doimo men yosh ko'rinishni emas, yoshimga nisbatan munosib ko'rinishni istayman deb aytadi. Choliq qushi serialida Ferideni yoqtirib qolgan yigit Kamron rolini Kenan Kalaf o'ynagan. U 1961-yilda tug'ilgan. Hozir u 65 yoshda. U 90-yil boshlarida Ispaniyaga boradi va u yerda giyohvand moddalarning noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq bo'lgan ish bo'yicha politsiya tomonidan hibsga olinadi va Ispaniya sudi tomonidan 10 yil qamoq jazosiga mahkum qilinadi. Aktyor qamoqda 6 yil o'tiradi va Ispaniya qiroli tomonidan afv qilingandan keyin ozodlikka chiqadi. Hozirda aktyor restoran biznesi bilan shug'ullanadi. Uning Ispaniyada, Barselonada o'z restorani bor.